qatnashdilar. Bugun shunchaki ayolni qatnashchilarni navbatdagi tadbirkorlardan uchrashuvini o'tkazamiz. Uchrashuvdan maqsad tadbirkorlardan uchrashgan holda yangi ish o'rinini yaratish, yangi loyihalarni ishga tushirish, nimadir mavjud bo'lgan kamchiliklar, muammolarni o'rganib chiqish masalasida navbatda uchrashuvni o'tkazamiz. Uchrashuv shunda savollar, murojaatlar bo'lsa, masalan, bitta navbatdan turib murojaat qilasizlar, yozib olib shu borada shug'ullanamiz. Marhamat. Shunda murojaat bor. Mahallasidan Bozorboyev Bayram chorvachilik 212 sonli qaror bo'yicha chorvachilik uchun o'zingizni kredit berishni istamaymiz. Bugun mahallasidan Bozorboyev. Necha pul olmoqchisiz? 100 million. 100 million so'm. Uyda mavjudmi sharoit? Maqomat bor, yig'ilishak bor, ha? Bor, hammasi bor. Yaxshi, hujjatlarni ta'lim qiling. Bo'lgan chiqib javob beramiz. Yana kimda bor? O'zi keladimi opam? Ha, keladi. Opaga ayting, hujjatlarni to'liq taqdim qilsin, o'rganib chiqib Andreyka klassifikatsiyasiga tegishli bo'ladi. Naimov maqolasida bu qonunni ijroga avtomobil xizmat ko'rsatish bo'yicha Necha pul? 50 million so'm kredit olib, shu avtomobillarga xizmat ko'rsatish nimasini rivojlantirmoqchi. Demak, faoliyat yurib kelyapti, kengaytirmoqchi, shundaymi? Shunday. Opaga ayting, kelib hujjatlarni taqdim qilsin, o'rganib chiqamiz. Xo'p. Yana kimda bor? Boshqa murojaatlar yo'q bo'lsa, uchrashuvimizni tugatamiz. Sog' bo'ling.